Men o'zi Ilhom ukamizni 7-8 yildan beri taniyman, bilaman. Afsuski majbursiz o'zingizni qadrdoningiz bilan raqib bo'lib qolar ekansiz-da. Umuman olganda yomon ijro bo'lmadi. Ikkalamiz tomonidan ham, Ilhom tarafdan ham, men tarafdan ham. Endi jamoada Isroil qolsa, maylimi? Isroilga tabriklaymiz sizni, siz ovozdasiz. Hozirgi qo'shig'imiz bu mashhur Ozarbayjon bastakori To'fiq Kuliyevning Sanada qolmas asari. Ozarbayjon xalqi juda ham sevadi. Durdona gavharlarga aylangan qo'shiqlardan biri. Bu yerda hamma ijrochini men o'zimdan kuchli deb bilaman. Chunki o'zingni bilsang, o'zgani sher bil degan dono xalqimizni gapi bor. Shundoq ekan, hammaligini men o'zimdan kuchli deb bilaman. Gönlüm senin esiri, kalbim senindir, ya kalbim senindir. İnsaf eyle hoş sözler, meni geldindir, ya meni geldindir. Söylenedir bu adalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz. Yalgizam yalgiz, yalgizam yalgiz. Gelmenim oh nete o da salan vefasız. Söylenedir bu adalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz. Dağlar başı dumandır, aman Allah ya. Yine dumandır. Ayrılığın ölümden mene yamandır, ya mene yamandır. Söylenedir bu adalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz. Yalgizam yalgiz, yalgizam yalgiz. Gelmedim oh nete o da salan vefasız. Söylenedir bu adalar, bu iş ve bu naz. Gider bir gün bu güzellik sana da kalmaz.
Isroil Saidumarov, Farruh Zokirov jamoasi. Kumush Razoqova, marhamat, keling sizdan boshlaymiz. Voy, rahmat. Isroiljon, sizga katta rahmat. Bir o'sha yoshligimizni eslab, o'sha eski filmlarni ko'rib, kichkinaligimizda Rashid Bebutovlar, Arshin Malalanlar, sizga yarashdi mana shu obraz. Go'zal, juda ham go'zal. Shu qo'shiq ham, shu obraz ham sizga juda yarashdi. Endi ijroga gap yo'q. Bravo, bravo desak bo'ladi. Katta rahmat sizga. Haqiqatan ham men ham nomerni oq-qora ko'rganday bo'ldim. Ha, to'g'ri. Haqiqatan ham xuddi bir 30 yil, 40 necha yil, ancha yil oldinga 65. 60, 50, 60 Yo'q, men u yog'ini filmda. bilmayman. Men o'zim eshitgan vaqtimdan hisoblayapman. DJ Piligrim, marhamat. Endi meni unaqa chuqur komment qilishga hech qanaqa haqqim yo'q, chunki bu Isroil akamiz birinchidan usta, bular zargar, yuvelir bular. O'shaning uchun shu yuvelirniy rabotalarni chiqib ko'rsatib berdilar. Rahmat kattakon sizga aka. Biz ham o'rganishimiz kerak sizdan shunaqa akademik podxodlarni. Katta rahmat va jamoa ustozi Farruh Karimov, marhamat, sizning fikringiz? Haqiqatdan endi o'sha mana Ko'mishxon aytganlaridek Ozarbayjon qardoshlarimiz Gulmametov, Rashid Beybutovlarni an'analarini davomchilari. Tepan shunaqangi maqsad bo'ldi, serqirralik shu xalqaro ijodiyotidan bizni qanchalik xabardorligimizni bildirish. Endi nafaqat xabardorlik, yuqori darajada buni ijro etish. Shuning uchun Isroil, men mamnunman, ofarin. Ofarin.